Amma assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Nega o'ylayib turibsan? Olmamni qo'limdan olib ketdi. Go'laymayapman. Просто siz kelib ketganingizdan keyin uyda постоянно janjal chiqadi. Kiring. Oy, bismillah. Ukam qani? Adam ishlaydi, hozir oyimni chaqiraman. Oyi! Boshim ko'ramanmi? Olingni sani. Kirmas. Uyda nima esa? Sizlarga hali adablayna bermadimi? Yaxlab ketdim. Yo'q, suv emas, men hozir shunda choy damlab kelay. To'xta, men buni ham olib ketgin, tanlinki joyli hisob kelgan, yo'q, oyinga o'xshagan beparasatsan, ha? Bu bizaganmi? Просто постоянно quruq qo'l bilan keladingiz-ku, odam o'rganmaganda hozir. Xo'sh, amma gapiring. Nima gaplar? Uydagilar yaxshimi? Uydagilarni qo'yib tur. Menga qarasan, bola qachon uylanasan o'zi? San tengidan 3 tadan bolasi bor. Hatto senga itam qizni bermaydi. Mana bundan yegin, qara o'zdan milliy mahsulot broko. Yo'q, keyin amma qarang, meni uylantirmoqchisiz, lekin uyingiz o'g'lingiz ham 40 ga qarab ketyaptilar. Qachon uylanadi? O'shadek 40 ga kiryapti, 40 yillar payti. Ana endi uylantiraman. Pardalarni o'zgartiribsizlarmi? Onanglarmichi pul top aql topmaganda faqatgina men ukamni cho'ntagini shirgan, nima kerak tuppa-tuzu parda bor edi o'zgartirib. 15 yillik parda edi-ku, amma endi o'zgartirdi, lekin men mazasi zo'r ekan. Ammi bironta yomon narsa olib kelganmi o'zi? Mayli, salel bo'lmaysanlar. Menga qara, olib kelgan 3 korobka brokodan 2 korobkasini qaytarib bergin, men ukamga quruq qo'l bilan ketmayman, to'g'rimi? Tavba qildim, amma mana xohlasangiz hammasini olib keta qoling.